Қалай? Legendarniy Otabek akang so'rab bir kella dim ko'p bo'lib turibdi. Mana shu Otabek aka degan inson. Muxlislaringiz dim ko'payib ketdi. Bozor-sozorga borganda hech kim rasm-pasmga tushib turgan yo'qmi siz bilan? Ha? Dasxat so'radi akşam bir aka. Shundaymi? Prognoz pogodan точно uradi deydi sizda. Bugun qalay endi mana quyosh bor, kun bulutli bo'lib, yomg'ir bo'lib ketishi mumkinmi? Mumkin emasmi? Ya bir 10'undan keyin bo'lishi mumkin. Hozir bugunchasi 7simi? Ha. 12si 13larida bir sal kunlar buzilib netadi deyapti. Keyin mana temir yo'lga qaqib qo'ygan ya urlab olib kelgan setkilaringizdan ko'rsating. Ulan qamalga kelgan ular agarda. Cherik degan razmerlar ekan. Bunday setkilardan dim ko'p ekan-ku, to'g'rimi? Eng qizig'i qimmat emas, ha? Qimmat emas. Odamlar deydi tovuqxonasini temir yo'lga qo'yilganlar urlab yotibdi. Instagramda oldingizdan chiqdimi? Yo'q. Urlab yotibdi, unday qilmasinlar, axir, to'g'rimi? Sotib olsan arzonmi buni axir? Urlab buni Mega Ukraina yetmaydi uni. To'lbay ota bazaga kelib Otakanga murojaat etsangiz o'zi gashirbaxadan qilib beradi, Otabek aka. Qilag'i desa qilag'i. Ana, ol. Kerakmi? Metallarning tur-turidan bor. Eng qizig'i bularni xalaganingizda kesib paxlaban beraverasiz, Otabek aka. Zaten cho'tki razmer bozor bo'ldi. Ki firmaning bahosini so'rab turganlar bor-da, firma necha so'mdan necha so'mgacha bo'ladi? Endi bu ishlanishine qarab, metrine qarab. Eng arzon necha so'm, eng qimmat necha so'm? 25 mingdan 35 minggacha. Rahmat Otabek. Yaxshi. Sog' bo'l. Kelaverasizlar, xudo xolasa shu Otabek akanganma. Undan tashqari bu yerda To'g'bay ota bozamizda yog'och mahsulotlari, pol uchun deysizmi, shipirlarning ostona deysizmi, joyda bostirishga deysizlarmi, hammasini bemalol tavsangizlar bo'ladi. Undan tashqari azvi shipirlarimiz, qang'iltir shipirlarimizda variantlar, assortimentlar juda ham ko'p. Hozirgi kunda qang'iltir shipir xarid qilganlarga biz albatta shurtlarni qo'shib berib turibmiz. Hammangizni albatta shu yerda kutib qolamiz.